to'polniga tanlasam, qoriga 4 maydon. 4. Qaysi taraf? Qolaverasizlar? Mana. Demak, avvalambor assalomu alaykum aziz DFL muxlislari. Bugungi o'yinlarimizni ham boshlab oldik va bizda dastlabki o'yin To'palang hamda Olmos jamoalari o'rtasida bo'lib o'tmoqda. Maydonda To'palang jamoasi oq libosda harakat qilmoqda. Javob Ashqardan kel. Maydonda oq libosda To'palang jamoasi harakat qilayotgan bo'lsa, yashil libos hozir hisob ochilmoqda aziz muxlislar. To'palang jamoasi raqiblar darvozasiga gol kiritmoqda. Uchrashuvda tezkor gol kiritildi. Gol muallifi Matlab Ibodov. To'q yashil libosda Olmos jamoasi harakat qilmoqda. Hozir har ikkala jamoaning dastlabki daqiqalarda hisob ochilishi biroz rejalariga o'zgartirishlar kiritilgan bo'lsa ajab emas. Olmos jamoasi o'zida to'pni egallab turibdi. Qurbonov to'p bilan. Qurbonov to'pni oldirib qo'ydi. Yana o'zi harakat qilib to'pni olib qo'ydi. Qurbonov o'zida saqlab turibdi. Yo'q, bunday vaziyatlarda o'yin qoidasi buzilgani yo'q. To'palang jamoasi darvozaboni Norxidirov hujumdan qaytadan boshlab berdi. Mana bu yerda to'p uzatilishida xatolik. Ahad Olmos jamoasi o'zining yangi hujumini tashkil qilmoqda. Orqaroqqa darvozabongacha to'p qaytarib berildi. Bu uzatishda esa darvozabon xatolikka yo'l qo'ymoqda. Demak, aziz muxlislar, To'palang jamoasi tarkib borasida ko'rib turibsiz, bu mavsumning favorit jamoalaridan hisoblanadi. Aynan bugungi o'yinda ham ular favorit ko'rilmoqda. Hozircha ular 1-0 hisobida oldinda bormoqda. Aynan To'palang jamoasi outdan to'pni amalga oshirmoqda. Norxidirov, Qulmatov to'p bilan orqaroqqa yana darvozabonga. To'p kimdan chiqib ketdi? Burchak to'pi Olmos jamoasi. Sarbi Qulmatov hozir yaxshi harakat qilgan edi. Uzoq masofadan yo'llangan zarba to'p darvoza to'siniga tegmoqda. Yaxshi zarba yo'llagan edi Olmos jamoasi futbolchisi. Ana endi To'palang jamoasi qaytadan hujum tashkil qiladi. Xo'sh, Ibodovning uzatmasi? Yo'q, darvozabonniki bu uzatma. Mana bu uzatmada ham xatolik. Sarvar to'p bilan Olmos jamoasidan chiqib ketdi to'p. Ibodov mana bu yerda xatolikka yo'l qo'yilmoqda. O'yin qoidasi buzilmoqda Qurbonovga nisbatan. Demak, aziz muxlislar, Olmos jamoasi o'tgan mavsum DFL birinchi liga o'yinlarida 3-o'rinni qo'lga kiritgan jamoa. To'palang jamoasi esa uzoq tanaffusdan so'ng yana DFL o'yinlariga qaytdi. Jamoaning tarkibida ancha o'zgarishlar bor. Biz Ibodovni ko'rib turibmiz. Norxidirov, Qulmatov o'tgan mavsum Redline Plus jamoasida harakat qilgan edi. DFLni eng yaxshi futbolchilaridan biri. Yaxshi uzatmalar bilan chiqib ketishmoqda hozir. Yo'q. To'pni o'ziga uzoqlashtirib yubordi To'palang futbolchisi. Ana endi Olmos jamoasi qaytadan hujum tashkil qiladi. Out ishlab olmoqda. Olmos jamoasining hujumi zarba yo'llanmoqda. Yaxshi hujum tashkil qilgan edi Olmos jamoasi. Uzatma ham aniq bo'lgan edi, faqat zarba yo'llaydigan futbolchi topilmadi. Ana endi Norxidirov to'pni o'zi saqlab turibdi. Ibodov
biroz noqulay pas amalga oshiryapti. Ammo Qulmatov to'pni o'zida saqlab turibdi hozircha. Har ikkala jamoada ham imkoniyatlar bo'lib turibdi. Kam bo'lishiga qaramasdan, ayniqsa Olmos jamoasida yaxshi imkoniyatlar bo'lyapti. Hozir bu yerda o'yin qoidasi buzildi, biroq to'p o'zida qoldi jamoani. Mana bu zarba esa Norxidirov tomonidan bartaraf qilindi va o'ziga seyf qo'shib qo'ydi. Yana bir To'palang jamoasidan ana endi hujum. O'yin tempi biroz yuqorilashdi. Jamoalar tezlik bilan hujum. Mana bu yerda hozir yana yaxshi imkoniyat. Norxidirov yaxshi harakat qildi. Yana Norxidirov jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. Norxidirov jamoadoshlariga e'tiroz bildiryapti. Albatta bu o'rinli. Sababi himoyachilar biroz sust harakat qilgan edi. Sarvardan zarba noaniq. To'palang jamoasida biz yosh futbolchilarni ham ko'rib turibmiz. Aynan Shohrux va Sarvar yosh futbolchilar va DFL o'yinlarida endi ishtirok etishmoqda. Ibodov to'p yonida autni amalga oshiradi. Norxidirovga Jahongir xo'sh, yana o'ziga qaytarib berdi. Ibodov to'pni o'zida saqlab turibdi, lekin mana bu pasda xatolik. To'p nazorati To'palang jamoasida ular ustunlik qilib turibdi, lekin xavfli vaziyatlar bo'yicha Olmos jamoasi oldinda. Ularda yaqqol 3 ta gollik vaziyat yuzaga keldi. Norxidirov ularning barchasini bartaraf qildi. Yana qaytadan hujum boshlashga harakat qiladi. Yaxshi zarba yo'llangan edi. Burchak to'pi Norxidirovdan chiqib ketdi to'p. Mana bu uzatmachi, yaxshi uzatma. Xo'sh, Qurbonov uzoq masofadan yo'llangan zarba. Demak, aziz muxlislar, to'p maydonni tark etgani yo'q. Shohrux yaxshi, Behruz yana o'ziga qaytarib berdi. Yaxshi zarba va Olmos jamoasi darvozaboni ham o'zining ikkinchi seyfini amalga oshirmoqda bugungi o'yindagi. Xo'sh, Matlab to'p uzatilishda xatolik. Darvozabonlar hozir ancha yaxshi harakat qilishmoqda, faqat shu o'tkazib yuborilgan birgina golni aytmasa, Olmos jamoasi yaxshi hujum tashkil qilmoqda. To'p Ibodovdan yana maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Qurbonov yaxshi zarba, biroq himoyachilar o'z joyida. Mana bu yerda to'p to'xtatishda xatolik. O'yin qoidasi buzildi. Qurbonov bu yerdan nohaq. Hakamlar tomonidan o'yin to'xtatildi. Va To'palang jamoasi jarima to'pi ishlab olmoqda. Yaxshi nuqtadan. Qulmatov to'p yonida yaxshi, yana o'ziga qaytarib berdi va chiroyli harakatlar va Qulmatov hisobni 2-0 ga amalga oshirmoqda. Demak, aziz muxlislar, ushbu vaziyatda biroz bahsli vaziyatga yuzaga keldi. Sababi To'palang jamoasi jonli devor so'ramadi. Shu sababli to'pni tezkorlik bilan o'yinga kiritib ketdi. Hisob esa 2-0. To'palang jamoasi oldinda. Birinchi bo'limning o'rtalariga yaqinlashib qolindi. Mana bu uzatmachi Ibodov yana Qulmatov bilan o'ynashga harakat qildi. Qulmatov hamda Ibodov bir-birlarini yaxshi tushunishmoqda. Sarvar
Ana endi Olmos jamoasi qarshi hujumga o'tib keta oladimi? Yo'q. To'p uzatishda xatolik. Ibodov to'pni egallab turibdi. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketgan edi. Shu sababli Olmos jamoasi outni amalga oshiradi. Nofidirov o'z joyida to'pni egallab oldi. To'palang futbolchilari to'pni o'zida saqlab turibdi. Yaxshi uzatma bo'lgan edi, biroq Olmos darvozaboni ham o'z joyida. Out. To'palang jamoasi outdan to'pni amalga oshiradi. Nega juda kech qoldi hozir mana bu vaziyatda Shohruh sherigiga to'pni yetkazib berish uchun tezroq harakat qilish kerak edi. Ana endi Olmos jamoasi yaxshi hujum tashkil qilyapti. Qanday vaziyat? Yaxshi imkoniyat edi. Olmos jamoasida ham mana endi qarshi hujumda To'palang yaxshi uzatma, Qulmatov darvozabon bilan birga bir va gol kiritmoqda. Qulmatov. Hisob 3-0. Hozir Olmos jamoasi o'zi yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi va qarshi hujumda jazolandi. Yaxshi imkoniyat bo'lgan edi. Hisob 3-0. To'palang jamoasi oldinda. Qurbonov Olmos jamoasining hujumini qaytadan boshlash niyatida yaxshi harakatlar. Xo'sh. Out. Olmos jamoasi outdan to'pni amalga oshiradi. Orqaroqqa pas. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Qulmatovdan tark etdi to'p maydonni. Olmos jamoasi. Xo'sh. Mana bu zarbachi noaniq. Ibodovdan chiqib ketdi to'p. Olmos jamoasi bu yerda ham xatolikka yo'l qo'yilmoqda. Hakamga qarab qolish kerak emas. O'yinni oxirigacha kuzatish kerak. Darvozabon yaxshi harakat qildi. Ushbu vaziyatda hozir bu yerda o'yin qoidasi buzilishi yo'q edi. Hakamlarga qarab qolishmoqda. Olmos jamoalari o'shani evaziga ham jazolanmoqda. Aynan ikkinchi golda shunaqa holat bo'ldi. To'palang jamoasi ana endi outdan to'pni amalga oshiradi. Nofidirov orqaroqqa. Qulmatov, yaxshi harakatlar Qulmatovdan. Xo'sh, darvozabon o'z joyida yaxshi harakat qilyapti. Olmos jamoasi darvozaboni ham. Biroq maydondagi futbolchilardan o'yin qoidasi buzildi. Har ikkala futbolchilar bir-biriga qattiq harakat qilishdi. Bunday vaziyatlarda ogohlantirish kerak. Har ikkala futbolchini og'zaki ogohlantirish. Mana bu zarba noaniq. O'yin qoidasi buzilgandi futbolchiga nisbatan, biroq to'p o'zlarida qoldi. Shu sababli hakamlar o'yinni to'xtatmadi. Yaxshi imkoniyat, noaniq zarba. Qurbonovda ham yaxshi imkoniyat bo'lgan edi.
To'palang jamoasi futbolchisining to'p o'zida qolganligi sababli hakamlar tomonidan o'yin to'xtatilmadi. Ibodov Qulmatovdan noaniq pas. Olmos jamoasi o'zining yangi hujumini tashkil qilmoqchi. Ushbu uzatmada ham xatolik va demak, aziz muxlislar, time-outdan so'ng To'palang jamoasi to'pni amalga oshiradi. Birinchi bo'limning ancha vaqti deyarli o'tib qoldi. Hakamlar vaqtlarni nazorat qilmoqda va o'yin boshlandi. Hozircha birinchi taym davom etadi. To'palang jamoasida o'zgarish. Mana bu yerda xatoga yo'l qo'ymoqda. Hozir yaxshi imkoniyat. Mana bu zarbada ham noaniqlik. To'palang jamoasi tarkibida o'zgarish. Akram Ergashev maydonga tushmoqda. Demak, aziz muxlislar, o'yin davom etadi. To'palang jamoasi mana bu yerda hozir xatoga yo'l qo'ymoqda. Yaxshi zarba yo'llandi. Ergashevdan xato. Olmos jamoasi ketma-ket xavfli hujumlar uyushtirishda davom etmoqda. To'palang jamoasi to'pni outdan amalga oshiradi. Bu yerdachi o'yin davom etadi. Olmos jamoasi hujumda. Qurbonovdan to'pni olib qo'yishdi. Ibodovdan chiqib ketdi to'p. O'yin qoidasi buzilmoqda. Kimga? Qulmatov ogohlantirilmoqda hakamlar tomonidan. To'g'rirog'i, o'yin to'xtatilgandan keyin u harakat qildi. Shu sababli hakamlar tomonidan sariq kartochka bilan ogohlantirildi. Yutib turgan jamoaga kerak emas bunaqa harakatlar. Hozir jamoasi hisobda oldinga boryapti. Har xil holatlarga e'tibor qilish emas. Ruxsat berildi. Zarba ham bor va chiroyli gol ham. Olmos jamoasi jarima to'pidan gol kiritmoqda va uchrashuvdagi o'zining bu mavsumdagi birinchi golini ham kiritmoqda. 3-1 hisob To'palang jamoasi oldinda. Ergashev mana endi To'palangning yangi hujumini boshlamoqchi bo'lib turibdi. Xo'sh, bu yerda biroz bahsli holat. Qulmatov yo'q, to'p uzatishda xatolik. Mana bu yerda esa o'yin qoidasi buzilmoqda va hakamlar tomonidan sariq kartochka ushbu futbolchiga ham ogohlantirildi. Va To'palang jamoasi jarima to'pini amalga oshiradi. Hozir to'p yonida Qulmatov ruxsat berdi. Zarba ham bor. Jonli devorga tegmoqda to'p. Qulmatovning zarbasi noaniq. To'palang jamoasi futbolchilari hozir xavfni bartaraf qilmoqda. Xo'sh, yaxshi hujum tashkil qilyapti Olmos futbolchilari. Olmos jamoasi darvozaboni qaytadan hujum boshlashga harakat qilmoqda. Yana to'p uzatishda xatolik, o'yin qoidasi buzildi. Olmos jamoasi futbolchisiga nisbatan. To'p yonida Qurbonov. Futbolchi turib olish kerak, ha.
Olmos jamoasi hisobda ortda bormoqda, lekin ularda ham yaxshi imkoniyatlar bo'lib turibdi. Bugungi uchrashuvda ko'rib turibsiz, yaxshi imkoniyatlar, biroq To'palang jamoasi darvozaboni Norxidirov ham yaxshi harakat qilmoqda. Yana Olmos jamoasi to'p bilan. Mana endi To'palang jamoasi darvozaboni egallab oldi to'pni. Mana bu birgina pas, ulguradimi? Yo'q. Akram ulgurmadi to'pga. Va outdan to'pni yana Olmos jamoasi amalga oshirmoqda. To'palang jamoasi 3-golidan keyin to'p nazoratini Olmos jamoasiga deyarli topshirishdi. Uchrashuvning esa birinchi bo'limi hozircha yakunlandi. Hozircha hisob 3-1 To'palang jamoasi oldinda. Almas. Bo'ldi, endi gapirmay o'tiringlar. Demak, aziz muxlislar, o'yinning ikkinchi bo'limi boshlandi. Hozircha hisob 3-1 To'palang jamoasi oldinda. Olmos jamoasidan birinchi bo'limning oxirgi daqiqalariga kiritilgan gol muallifi Abdusami Boqiyev. Bugun yana qiziqarli 3 ta o'yin bizni kutib turibdi. Undan tashqari markaziy o'yin, ibrat hamda namuna jamoa hozir yaxshi hujum tashkil qilyapti. To'palang jamoasi futbolchilari, himoyachilar bu hujumni bartaraf qilmoqda. Qulmatov esa mana bu to'p uzatishda xatolikka yo'l qo'ymoqda. Yaxshi uzatma, darvozabon to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda va burchak to'pini Shohrux amalga oshiradi. Qulmatov yo'q. Qurbonov ham bu yerda xatoga yo'l qo'ymoqda. Mana bu olis masofadan berilgan zarba biroz noaniq va xavfli. Matlab Ibodov zarba yo'lladi raqiblar darvozasiga. Ana endi Olmos jamoasining hujumi. Qurbonov, hisob o'zgarmoqda aziz muxlislar. Ahadbek Qurbonov hisobni 3-2 ko'rinishiga olib kelyapti va Olmos jamoasi ikkinchi bo'limni yaxshi boshlashdi. Hozir bu yerda himoyachilar biroz xatoga yo'l qo'ygan edi. To'palang jamoasi 3-goldan keyin ancha sustlashib qolishdi. Mana endi yaxshi harakatlar va chiroyli gol. Shohruxdan chiroyli gol. Avvaliga himoyachilarni o'zi ortda qoldirdi va darvozaning uzoq burchagiga chiroyli zarba yo'lladi. Yosh futbolchi 2008-yilda tavallud topgan, adashmasam. Hisob 4-2 To'palang jamoasi oldinda. Darvozabon, qani bunaqa harakatlar kerak emas, jamoaning zarariga ishlab qoladi. Ana endi Qulmatov To'palang jamoasining navbatdagi hujumini boshlamoqda. Zarba noaniq. Olmos jamoasi ana endi hujumga o'tib ko'radi. Xo'p, Abdusami qanday harakat qiladi? Yaxshi uzatma. Yana uning o'ziga to'p qaytarib berdi. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Qurbonov hozir pas noaniq bo'lgan edi. Qurbonov shu sababli jamoadoshiga e'tiroz bildirdi. Ana endi To'palang jamoasidan mana bunaqa paslar bilan boshlandi. Noto'g'ri uzatma. Olmos jamoasi ana endi hujumga o'tib ko'radi. Qulmatov. Qurbonov yaxshi harakat qilyapti. Zarba ham bor. Norxidirovdan yana bir chiroyli seyv. Oyoqlari bilan qaytardi hozir Norxidirov. Va bugungi uchrashuvning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'lishga haqliroq. Agarda To'palang jamoasi g'alaba qozonsa, Qulmatov ana endi bir o'zi oldinga qarab bormoqda. Qarshisida 2 futbolchi, ortida 1 futbolchi. Ibodovga to'p yetib bordi. Norxidirov yo'q, to'p uzatishda xatolik. Olmos jamoasi ana endi hujum tashkil qiladi. To'p maydonda qoldi. Yaxshi zarba va qanday chiroyli gol. To'p rikoshet bo'lib hozir darvozabonga borgan edi. Shu sababli Norxidirovga ushbu zarba noqulaylik tug'dirdi. Hisob esa 4-3.
Hisob 4-3 Olmos jamoasi ortda boryapti. Hozircha To'palang jamoasi ana endi navbatdagi hujumni tashkil qiladi. Shohrux avtogol! Demak, aziz muxlislar, hisob 4-5-3 To'palang jamoasi oldinda. Yana bir hujum Qulmatov. Darvozabondan seyf. Mana bu zarba esa darvoza to'siniga tegdi. Olmos jamoasidan 3-gol muallifi Saidov Abdulhamid. Aynan uning o'zi yana o'z darvozasiga avtogol ham kiritib qo'ydi. Hisobiga 2 gol yozdirib qo'ydi. Abdulhamid Qurbonov oddiy vaziyatda xatoga yo'l qo'ydi, biroq bir raqibini ortda qoldirdi. Abdusamadga uzatma, Abdusamaddan yaxshi zarba. To'palang jamoasi tarkibida o'zgarish. Mana bu yerda darvozabon to'pga chiqishga xatolikka yo'l qo'ygan edi. To'palang jamoasi darvozaboni o'zgardi. Ergashev Akram maydonga tushdi. Ana endi Ibodov qanday harakat qiladi Ibodov? Yaxshi uzatgan edi, biroq Shohrux uni tushunmadi. Ibodovni o'zi zarba yo'llaydi deb o'ylab qoldi chamonda. Qurbonov o'tgan mavsumda Bobotog' jamoasi bilan DFL Kubok o'yinlarida 2-o'rinni qo'lga kiritgan. Mana bu yerda bor, penalti azizlar. Darvozabon to'pga ulgurmagan edi va futbolchiga zarba yo'lladi. Qulmatov bu vaziyatda tezroq harakat qildi, biroq vaziyat bahsli vaziyatligi uchun video takroriy efir orqali ko'rib chiqiladi. Demak, aziz muxlislar, vaziyat hakamlar tomonidan ko'rib chiqildi va penalti bekor qilindi. To'palang jamoasi esa bu vaziyatda yana hujumga o'tdi. Sindi. Zaryad joyi mana. Mana shu joyi. Qiyshayib qoldi. Yo, kortisi ochilib ketdi. Bir to'xtat. Давай, o'ynaymiz bolalar, ana qo'yamiz, давай. Давай, Islom bos. Champoli, maqta. Nodir. To'xtat, ket.
Aquí semna. Sila. Aquí. Vay çok. Çok tatlı çok. Kerak yapsan.
Ortaga aldama ortaga. Hadi toplan. Çok şey gel. Ver hakkını özüne. Ver hakkını. Zor bir kadar. Öyle yap. Çök.